Assalomu alaykum. Aziz birodarlar, o'zingizlar bilasizlar, mana bu xaymaga ko'p kelamiz. Bu yerda otalaridan ayrilgan jajji bolachali onalari bilan turishadi. Bu yerga biza oldingi videolarda go'sht tarqatardik, go'sht olib kelardik ko'proq. Bugun go'sht emas aziz birodarlar, mana bu jajji singillarimiz, ukalarimizga oyoq kiyim olib keldik. Inshaalloh mana bu jajji shirindan shakar singillarimiz va ukalarimizga oyoq kiyimlarni tarqatamiz. Bu yerda aziz birodarlar, hamma bolalar yo'q. Madrasa bor, bugun madrasalarga ketishgan. Bugun birinchi kun hisoblanadi ularda yakshanba. Bor bolalarga xos tarqatamiz. Qolgan ortganini shu muhayyammi egalari bor, qarovchilari, shularga omonat qilib tashlaymiz. O'zlari bilib, ehtiyojmand aziz ukalarimiz, singillarimizga tarqatishadi inshaalloh. Bu kam qiyos? Tamam. Bu sig'maydi, bu katta berish kerak menga aka. Sig'amikan? Qani? Bismillah. Avval al-yamin. Halumi? Ha? Maşallah. Bismillah. Chiroyli ekan dot, halu dot. Nizami? Mu صغير, mu kabir? Nizami ha? صغير mu shu? Tamam, bu kichkina ekan. Tamam. Hadi kaman. Hop, bitta bo'ldi. Endi keyingilari. Cho'ta. Halu? Gel, bismillah. Nizami? Tamam, bismillah. Hozir aziz birodarlar, hozir singillarimizga oyoq kiyim yoqdi. Halu deyshot, halu degani chiroyli degani. Razmerlarini endi bitta-bitta tushirib inshaalloh kiyg'izamiz endi. Hop, keyingisi o mana. Hozir. أنا شحات طيب. Bu qaysi biriga tushar ekan? Hop. Bismillah. Ha? Bismillah. La avval al-yamin. Bismillah. O. Tamam. Gel. Hop, keyingisi. Qani mana shu hop, qani edi mana shu ukamizga kiydiraylik. Yo'q, bu kattaroq ekan. Qani? Tal. Ayva. Halu? Ajaba? Tamam. Bismillah. Yalla. Bismillah. Ma fi mushkil. Ayva. Yalla, bismillah. Yalla. Maşallah. Yalla. Qani bismillah. Bularni xursand qilsak, bular xursand bo'lsa inshaalloh. Biz xursand bo'lamiz inshaalloh. Biiznillah. Ha. Kaman. O, irja shu? Irja shu? Ha, irja. Keyf. Tamam? Alo, ajaba? Tamam. Tamam? Gel. Har birligida oyoq kiyimni topshirishdan oldin so'rayapmiz, yoqyaptimi, yoqmayaptimi. Yoqmasa boshqasiga alishtiryapmiz, yoqqanidan keyin inshaalloh topshiryapmiz. Qani bismillah. Ha? Voy, valloh Nizomi, ha? Ha? Allohu akbar. Yalla. Bismillah uxti. Ha, yalla. Ha? Alo? Ha? Ajaba? Maşallah. Aziz birodarlar, Alloh barchalardan qabul qilsin, Alloh rozi bo'lsin. Sizlar bizga yetkazayotgan yaxshiliginglarni mana shu jajji bolalar bo'lsin, boshqa yerdagi haymalar bo'lsin, suv ostida qolayotgan aziz birodarlarimiz bo'lsin, opa singillarimiz bo'lsin, o'shalarga yaxshiliginglarni yetkazamiz. Alloh barchalardan qabul qilsin aziz birodarlar. Shu. Bu shoshyapti-da, shoshib kiyyapti. Ha? Nizomi, ha? Mu sag'ir, mu kabir, Nizomi. Ha? Tamam, bismillah. Yalla kaman. Irja shu. واحد عيلة. Ha? Shu. واحد عيلة. Jayyid. Maşallah. Shu ismik? Ha? Asinet. Maşallah. Mabruk inşallah. Bismillah. Ha.
Bismillah ya Rob. Qul ya Rob. Maşallah. Ana. Irja shuvay zakatak. Irja shuvay. Shuni boylab qo'y. Bu bilan gaplashtirsam bola, "Voy, salom bermaysanmi oldin?" deyapti. Shu ismi? Maşallah. Kam umrik? Va? Isnen. Isnen Allah alam, ha? O'ti? Ayva, maşallah. Sinim. Bu aka, bu sinisi ekan. Bu men bola akasi, bu bola sinisi ekan. Maşallah. Mabruk. Ketish qarang aka. Yurish qarang. Hayt. Hozir uydagilariga oz maqtanadi endi. Maşallah, Allohumma barik. Yugurib kirib ketdi aka uyga. Endi bu yog'ini tarqatamiz, hozir yana qolganlariga kiydiramizda inshaalloh. Bismillah. Yalla, endi qo'llariga beraveramiz. Endi chetroqda kiyib ko'rishadi, katta kichkinaligini kelib aytishadi. Mumkin kabir, mumkin sag'ir, ta'lanta, tamam? Tamam. Yalla. Ha. Hozir endi hop. Ha, tamam. Oldim deyapti. Men oldim deyapti. Bismillah. Bismillah. Yalla. Bahorga. Ayni bahor yozda issiqda kiyiladigan oyoq kiyimlar mazah kiyishadi inshaalloh. Axi, misay? Ha, tamam. O'zi tanlot kiygisi keldi. Men endi boshqasini olmayman deyapti. Bismillah. İnşallah. Ta'ali. Bismillah. Aziz birodarlar, inshaalloh shu yerga bor jajji ukalarimiz, singillarimizga topshirib bo'ldik. Endi inshaalloh qolganlarni aziz birodarga omonat qilib topshiramiz. Kelmagan singillarimiz, ukalarimizga topshiradi inshaalloh. Aziz birodarlar, mana bu yaxshiliklarimiz, mana bu jajji ukalarimiz, singillarimizni xursandchiligiga sherik bo'lmoqchi bo'lsanglar, Muhsin Xayriya fondi orqali o'z yaxshiliginglarni yetkazsanglar bo'ladi. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo mana bu qilayotgan yaxshiliginglarni, ehsoninglarni Alloh qabul qilsin. Mana bu jajji ukalarimiz, singillarimizni shod bo'lishiga, xursand bo'lishiga siz u bizni sabab chiqsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.